Hindistonga borayotganlar yoki kelishni rejalashtirayotganlar uchun bir eslatmani aytib o'tmoqchiman. Agarda aeroportda sizga begona odam o'z sumkasini yoki bagajini sizni nomingizdan o'tkazishi yoki sizdan iltimos qilib sumkasini olib o'tib berishi iltimos qilishsa, hech qachon qabul qilmang. Chunki bilmaysiz u bagaj ichida nima bor. Agar bagaj bo'lib siz ismingizga rasmiylashtirilgan taqdirda bojxonada qanaqadir muammo yoki noqonuniy narsalar chiqib qoladigan bo'lsa, bu uchun aynan siz javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Yaqin kunlarda shunaqa voqea bo'ldi. Hindistondan kelayotganimda ko'pchilik o'zimizni o'zbek fuqarolari, o'zimizni o'zbeklardan hamda chet el fuqarolaridan, hindlardan ham sumkalarni olib o'tib berishlarini juda ham qattiq iltimos qilib turishibdi. Chunki ko'pchilik menimcha biznes bilan shug'ullanadi va qanchadir pulni tejash maqsadida juda ham odamlarda xunuk bir taassurot qoldiryapti. Hammaga borib sumkamni o'tkazib ber, sumkamni olib o'tib ber. Hattoki rubashkasini ichiga kiyimlar, mayda chuyda kiyim-kechaklar solgan bitta xotinni ham ko'rdim. To'g'risi o'zbekligim uchun uyalib ketdim o'sha joyda. O'sha uchun borayotgan, kelayotgan bemorlar e'tiborli bo'ling va sizga kimdir bunaqa taklif bersa yoki tillalar berib, olib o'tib berishingizni taklif qilsa, iltimos qilsa, aslo bu narsani qabul qilmang.